Aka bunisiga nima deysiz? Balon teshilib qoldi. Oqar. Qozog'istonlik nomer. Mana ikkinchi qozog'istonlik bovullarimiz-da. Usti bosh oppoq. 40 rupiyaga oppoqdi. O'zi tushib, senga damlab beraman. Bu qarang mehrob bo'ladi. Aka olib kelyapti. Nima deysiz? Ya'ni mana shunaqa holatda ham nimadan cho'chiysiz deb yozasiz. Men bu yo'ldan yurganman o'tgan yilda. Bilaman. Lekin ularga ishonib emas. Balon haqiqatan hozir ko'rib oling, ya'ni qancha qasamga ketganligini qarang. Mashina xudo xohlasa haddeshkilar bilan, qo'llab-quvvatlashinglar bilan naryoqda shashlik bo'lyapti. Qozoq bovullarni shashlik qilyapti. Ular bilan shashlik pishirishgan. Gap so'z yo'qmi? Qo'ymisiz? Bu qarang, akam olib kelsin. Yuring. Bo'ldi. Biroq bu yo'lda hech kim ko'chada qolib ketmaydi-gana. O'zbekistonda onani qonni deydi-yu, hali xavfsiz deydi-yu. Ashti Qozog'iston ham shunaqada. Hammasini damini bir qator ko'rib olsak, mana aka. Hozir vulkanizatsiyaga yana 15 kilometr bor ekanda. Qoyilmisiz?